g'urur bilan kibrni farqlang debdi. G'urur qilingan ishlarda baralla gapirib berish. Bemalol, halol, to'g'ri qilingan ishlar. Kibr bu mana shu qilgan ishini pesh qilib mensimaslik. Qilgan ishni faxrlanib gapirib berib bo'lishish. Xuddi shu ishni qilgan atlet, xudo xohlasa sendan ham yaxshi bo'ladi, mana menda o'xshadi-yu, bo'shashmagin, tushundingmi? Deyish bu kibr emas. Menga qara, sen qila olmaysan, men qila olaman deb gapiradi-ku, bu kibr bu. Seni o'shaning uchun birinchi aniqlab ol. Bironta bratuxa seni qo'pol tarzda do notada ovozini do'rillatib urishib bersa, so'zlariga e'tibor bergin, shoshilma xulosa qilishga. O'zingni o'nglab olgin atlet. Seni hali mas'uliyating katta. Ota-onangning roziligini olish uchun va'dalaringni bajar desa, bu kibr emas. Bu o'ziga ishonch, g'ururlanib, cho'tki tushuntirib ber senga qimmatli gaplarda gapirdi. Agar qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi desa, bu yomon ish.